Xo'p, bitta mijozimiz mana mikrofonni olyaptilar. MH-S520BT. Bilasizlar, buni funksiyasi вообще ko'p. Karizera bilan tenglashyapti degan mikrofon mashi. Xo'p, bu bizning gapimiz emas. Eshitayotganlar ustalar ko'pchilik shunaqa deyapti. Mana hozir biz ham bitta ulab qo'ydik, eng oddiy kolonkaga. Bitta ovozini ahamiyat beringlar. Vacha bizni yuboradi bu mikrofon. Dizaynlarga bitta ahamiyat beringlar, kurtagalik mana. Xo'p, fleshga Bluetooth bor, yuzeychilarda radiosi bor. Hozirgi paytda eng ommabop mikrofon, ya'ni eng funksiyasi ko'p mikrofon mana mashi modeli bo'lyapti. Ko'pchilik ustalar mana mashina aytyapti. Karizerani o'rniga nima bor deydiganlar mana mashina maslahat berishyapti. Xo'p, puliga keladigan bo'lsa, bu mikrofonimizni $129 qilib beramiz. Faqat sonlari juda kam, ulgurib qolinglar. Shu mikrofon sizlarga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.